Chet elga chiqishning muhim maqsadlaridan biri iqtisodiy jihatdan jamg'arma qilishdir. Shu sababli daromad va xarajatlaringizni to'g'ri boshqarish juda muhim. Turkiyada bank hisob raqami ochish uchun odatda pasport va internet vergi dairasi orqali olinadigan potensial vergi kimlik numarasi, potensial soliq raqami talab qilinadi. Yashash ruxsatnomasi yoki yabanchi kimlik numarasi olganingizdan keyin bank operatsiyalarini amalga oshirish ancha osonlashadi. Bank kartangizni, internet bank xizmatlari parolini yoki mobil bank ma'lumotlarini hech qachon boshqa odamlar bilan ulashmang. Turkiyada inflyatsiya va yashash xarajatlari vaqti bilan o'zgarib turishi mumkin. Shu sababli xarajatlaringizni rejalashtirib yurish foydali bo'ladi. Market xaridlarida aksiyalarni kuzatish va ba'zi mahsulotlarni internet orqali sotib olish ko'pincha arzonroq bo'ladi. Internetda narxlarni solishtirish uchun Chimri va Akakche kabi saytlar yordam beradi. Shahar ichidagi transport uchun har bir shaharning o'z transport kartasi mavjud. Masalan, Istanbulda Istanbul kart, Antalyada Antalya kart, Ankarada Ankara kart. Bu kartalarni olib ichiga pul yuklab ishlatsangiz, transport xarajatlari ancha arzon bo'ladi. Vatanga pul yuborishda bank ilovalari yoki ishonchli pul o'tkazma tizimlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Quyidagi xalqaro pul o'tkazma tizimlari keng tarqalgan: Western Union, MoneyGram va Zolotaya Korona. Tanish bo'lmagan odamlarga komissiya evaziga qo'lma-qo'l pul berish yoki norasmiy yo'llar orqali pul yuborishdan qat'iyan saqlaning. Moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirganda ehtiyot bo'lish juda muhim. Bank hisobingizdan boshqa odamlar foydalanishiga ruxsat bermang. Bank kartangiz yoki parol ma'lumotlaringizni hech kim bilan bo'lishmang. Telefon yoki internet orqali sizdan pul talab qiladigan shaxslarga nisbatan ehtiyot bo'ling. Turkiyada bank orqali, ya'ni IBAN orqali kimlargadir pul yuborayotganingizda ochiqlama, izoh qismiga pul nima uchun yuborilayotganini albatta yozing. Masalan, qarz to'lovi, ijara puli, kommunal to'lovi kabi. Izohsiz yuborilgan pullar keyinchalik huquqiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.